bu 10 kun ichida qaysi amal ibodatlarni qilamiz, nima ishlarni qilamiz? Yadinda Ramazonning qazo rusi bor kishilar Ramazonning qazo rusini tutmasdan faqat nafl niyati bilan bu 10 kunning rusini tutsa bo'lamdi. Zulhajning oldingi bu 10 kunda chash tirnoqlarimizni olsak bo'lmamdi? Nima uchun Alloh taolo 365 kun ichidagi bu 10 kunni ana shunday ulug' qildi? Allah Taala bizni xuddi har ikkili dunyoda bandalarim xushal bo'lsin degandek, ma dunyoda biz xushal bo'ladigan ikki Hayit bayramning oldiga bizni oxiratda xushal qiladigan ikki dona fazilatli kunlarni qo'ygan. Ro'za Hayitning oldiga bo'lsa 30 kun Ramazon oyini qo'ygan va bu 30 kun Ramazon oyining ichiga uningda qilgan amal ibodatlarga 80 yilda qilgan amal ibodatlardan ko'proq savob beradigan qadr kechasini qilgan. Qurbon Hayitning oldida bo'lsa Zulhajj oyining oldingi 10 kunni 365 kun ichidagi eng fazilatli kunlarni qilgan. Hatto Alloh Taolo bu kunlar bilan Qur'on Karimda qasam qilgan. Allohning qasam qilganligi bu kunlarning nihoyat ulug' ekanligini ko'rsatadi. Chunki ulug' zot faqat cho'ng va ulug' narsalar bilan qasam qiladi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu Zulhajj oyining oldingi 10 kunning fazilati haqida "Ma min ayyamil amali solih fiha ahabbu ila Alloh min hadhihi al-ayyam." Alloh taolaga mushu kunlardan, ya'ni Zulhajjning 10 kundagi ibodatdan suyumlikroq, Allohga yaxshi ko'riladigan bir amal ibodatlar, yaxshi ishlar yo'q deydi. Rasulullohning bu so'zini anglagan sahobalar: "Ey Rasululloh, Alloh yo'lidagi jihadmi bu kunlardagi amal ibodatlarga, xayr ihsonlarga, yaxshiliklarga to'g'ri kelmamdi?" deb so'raydi. Chunki sahobalarga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom eng ulug' ibodatning jihad ekanligini o'rgatgan. Amaliyotda shunday. Sahobalar bu savol orqali bu kunlardagi, ya'ni Zulhajjning 10 kundagi amal ibodatninki jihatdan bo'lgan farqini so'raydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Valal jihadu fi sabilillah." Alloh yo'lidagi jihatmi bu kundagi yaxshi amallarga to'g'ri kelmaydi. Faqat bir odam jini bilan, meli bilan jihadga chiqib, shahid bo'lib, jinimi, milimi qaytmagan bo'lsa, buningga teng kelmaydi. Agar unda bo'lmaydi ekan, ya'ni hozir o'lchamda bo'lmaydi ekan, bu kunlardagi amal ibodatlar uningdan ustun turadi deydi. Bu deganlik hargizmi jihatning o'rnini kichiklatmaydi. Aksicha jihatning o'rni nihoyat yuqori, ammo sanoqli 10 kunlik amal ibodatlarning fazilati, savobi uningdan yuqori. Demak, biz bu holatda biz qarab kelayotgan oldimizdagi bu Zulhajjning oldingi 10 kunlarining fazilati ana shundoq biz o'ylab boqmagan darajada yuqori. Nima uchun Alloh taolo 365 kun ichidagi bu 10 kunni ana shundoq ulug' qildi? Dal biz uchun. Ma bandalim dunyoning g'amida aldirash yurib ketdi. Ma 10 kunda bo'lsa-mu o'zini to'xtatib, qo'ldan kelgan amal ibodatlar bilan savob to'plab olsin, jannatga kirib olsin deb xuddi bizga faoliyat qilib berganga o'xshash mana shu kunlarni boshqa kunlardan fazilatli va ulug' qildi. Shundaqla Ramazon oyida qadr kechasini eng ulug' kech qilganda, bu 10 kun ichida Arafat kunni eng ulug' kun qildi. Farqi qadr kechasi aniq emas, ammo Arafat kunisi bo'lsa nihoyat aniq. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu 10 kunning fazilati haqida, bu 10 kun ichida bir kun ro'za tutgan odamning ro'zasi 1 yilga barobar deydi. Shundaqla bu 10 kun ichidagi aniq bo'lgan, ya'ni at-hid deydigan kunisdagi Arafat kunisi tutgan ro'za 2 yillik gunohning kechirim qilinishini umid qilma, ya'ni ilgirki va keyin keladigan 2 yilning gunohining kechirim qilinishini umid qilma degan. Demak, Zulhajjning oldingi bu 10 kuni bo'lsa, dunyo g'ami bilan yaxshiga amal ibodatga vaqt ajratolmagan aldirash bizlar uchun nihoyat katta bir fursat, Allohning in'omi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga eng uzun hamroh bo'lgan, shundaqla Rasulullohning xizmatkori bo'lgan Anas ibn Malik degan sahobi bu Zulhajjning oldingi 10 kuni haqida, bu 10 kunning bir kuni Allohning nazarida 1000 kunga teng. Arafat kunisi bo'lsa, ya'ni bu 10 kun ichidagi 9-kunisi bo'lgan Arafat kunisi bo'lsa 10,000 kunga teng deydi. Allah va uning payg'ambari Muhammad alayhisalomga ishongan odam uchun bu kunlarda cho'ng bir ne'mat, bir fursat bo'lmasi kerak. Xo'sh, unda bo'lsa bu 10 kun ichida qaysi amal ibodatlarni qilamiz, nima ishlarni qilamiz? Birinchidan bu 10 kun ichida ro'za tutamiz. Ya'ni biz bu 10 kunning ichidagi 9 kunda ro'za tutamiz. 10-kunisi Hayit bo'lg'achqa, u kunisda qurbonlik qilish orqali Allohga ibodat qilamiz. Ammo oldingi 9 kunda ro'za tutamiz. Bu orqali payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom xabar bergandek, bir kun ro'za tutish orqali 1 yilning savobini olamiz inshaalloh. Arafat kunisi, ya'ni 9-kunisi, ya'ni at Qurbon Hayit deydigan kunisi bo'lsa, asla va asla qo'ldan bermaydigan. Ma 9 kunda ana shundoq o'zining g'ururligi bilan bu fursatning qadrini bilmay o'tkazayotgan odamlar bo'lsa-mu, Arafat kunisidagi ro'zani asla va asla qo'ldan bermaslik kerak. Chunki Arafat kunisidagi 1 kunlik ro'za payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom xabar bergandek, oldingi 1 yil, keyingi 1 yilning gunohining afu qilinishi umid qilinadi. Ikkinchisi, Zulhajj oyining kirishi bilan takbir va tahlillarni boshlaymiz. Ya'ni Allohu akbar, la ilaha illalloh, alhamdulillah, subhanalloh deganga o'xshagan takbir, tasbih va tahlillarni to'xtamay aytamiz. Har yerda aytamiz. Sahobalar Zulhajjning kirishi bilan ko'chalarga chiqib, bozorlarda bo'lsin, ana shunday takbir, tasbihlarni ullik aytadi. Ya'ni islomning shuarini namoyon qiladi. Ko'chalar jonlanib ketadi. Bu haqda Alloh taolo Qur'on Karimda va yadhkurusmallohi fi ayyamin ma'lumat. Ma'lum kunlarda, ya'ni Zulhajj oyining oldingi 10 kunlarda Allohning ismini aytsin
bo'lsin deydi. Üçüncüsü bo'lsa, bu hamma odamga nisb bo'lmasligi mumkin. Agar nisb bo'lib qolgan bo'lsa, umra va haj qilish. To'rtinchisi, har qanday bir yaxshilikni qilish. Yo'ldan bir aziyatni yo'qotishdan tortib, yuqorisi ota-onaga yaxshilik qilish, boshqalarga sadiq qilish, xayr ihson qilish, duo qilish, nafl namoz o'qish, Qur'on o'qishga o'xshash har qanday yaxshilikni qilsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom xabar bergandek, "Val amalu yudha'afu bi 700 di'af." Har qanday bir yaxshi amal 700 hasigacha ko'paytirilib savob beriladi deydi. Beshinchisi, hammamiz qilamiz albatta, u bo'lsa-mu hayit namoz o'qish. Hayit namoz o'qishning o'zimi bu kunlardagi eng ulug' amallarning birisi. Oltinchisi, qurbonlik qilish. Ya'ni imkoniyati yetgan, qurbonlik vojib bo'lgan, imkoniyati bor kishilarningki qurbonlik qilishi bu kunlardagi eng ulug' amallarning birisi. Yettinchisi, tavba qilish. Xuddi Ramazon oyi o'zini isloh qilish, o'zini o'zgartirish, yangidan boshlash oyi bo'lgandek, mana oldimizga kelayotgan Zulhajning oldingi 10 kunimi o'zimizni o'zgartirishning bir fursati. Allohning bu kunlarni fazilatli qilib qo'yishning yana bir sababi bo'lsa, ana shunday ko'p savobga erishish va shundaqla ana shunday ko'p savoblarni qo'g'ilish orqali o'zini o'zgartirib olish, namozni asliga keltirib olish, yaxshilarni asliga keltirib olishdan iborat. Onun başqa biz yuqorida o'tganimizdek, bu 10 kun ichida xuddi Ramazonning ichida Qadr kechasi ulug' bo'lgandek, Arafat kunisi ulug'. Qadr kechasi maxfiy, ammo Arafat kunisi aniq. Ya'ni Hid degan kunisi. Bu kundagi ro'zani asla va asla qo'ldan bermaslik kerak. Arafat kunisidagi ro'zani qo'ldan bergan odam rasmiy shaklda mahrum. Shuning uchun Arafat kunisidagi ro'zani asla va asla qo'ldan bermasligimiz kerak. Ammo haj qiluvchilar bo'lsa, bu kunda ro'za tutmaydi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ro'za tutmagan. Men chidiy olmayman desimi ro'za tutmaydi. Haj qiluvchilar duo qilish va undan boshqa har qanday ibadetler bilan bu kunni ahamiyatli o'tkazsa bo'ladi. Endi gadinda Ramazonning qazo rusi bor kishilar bu 10 kunda Ramazonning qazo rusini tutmasdan faqat nafl niyati bilan bu 10 kunning rusini tutsa bo'lamdi? Albatta bo'ladi. Chunki Ramazonning qazosini yana bir Ramazon kelgulik ado qilsa bo'ladi. Ammo ana shu qazo rusini tutish bilan birga mush kunning fazilatini ham niyat qilib, mush 10 kunda qazo rusini tutsa, Alloh taolo har ikkisining savobini berishi mumkin. Ya'ni bunday tutishmi? Durust. Endi Zulhajning oldingi bu 10 kunda chash tirnoqlarimizni olsak bo'lmamdi? Bu haqda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom "Idza ra'aytum hilala zil hajja wa arada ahadukum an yudahhiya falyumsik an sha'rihi wa adfarihi." Senin birinlar Zulhajja ayının kirganligini ko'rsa, qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, chashlarini va tirnoqlarini olmasin deydi. Bu hadisni İmam Muslim Sahih Muslim naql qilgan. Bu hadisga binoan qurbonlik qilmoqchi bo'lgan kishi Zulhajning oldingi 10 kunda choch va tirnoqlarini olmasa, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning bir sunnatiga amal qilgan va shundaqla savobga erishgan bo'ladi. Ammo qurbonlik qilmoqchi bo'lgan kishining ahli, bolalari bu hukmdan mustasno. Ya'ni qurbonlik qilmoqchi bo'lgan shaxsning o'zla saqlansa savob topadi, ammo uning ahli, ya'ni ayol, bolalari cheshni yoki tirnoqlarini olsa, hech qanday masala yo'q. Demek biz yuqorida o'tganimizdek oldimizga kelayotgan Zulhajning oldingi 10 kuni 365 kun ichidagi kunduzi eng ulug' bo'lgan kunlar hisoblandi. Shuning uchun bu kunlarni asla va asla qo'ldan bermaslikka tirishaylik. Shundaqla bu kunlarning ulug' ekanligi, ahamiyatini boshqalarga yetkazaylik. Bu orqali o'zimiz qilgan amal ibodatlarimizning ham savobini olamiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom degandek, boshqalarni bir yaxshilikqa boshlab qo'ysa, u odamning savobi kamaytirilmasdan, boshlab qo'ygan odamga beriladi degan hukmga binoan boshqalar qilgan amalning savobini olaylik.